Agar tishlaringiz tushib qolgan bo'lsa, singan yoki rangi o'zgargan bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Va buni qanday qilib samarali tuzatish bo'yicha batafsil aytib beraman. Assalomu alaykum. Men Hamrayeva Lobar Abduhakimovdan 18 yillik tajribaga ega vrach ortodont stomatologman. Shu paytgacha 30 mingdan ortiq patsientlarni tishlarini sog'lom va chiroyli bo'lishiga yaqindan yordam berganman. Juda ko'pchilikda tishlarning sinib qolishi, rangi o'zgarib qolishi yoki tushib qolish holatlari juda ko'p uchraydi. Bunday vaziyatda tishning o'rnini to'ldirish lozim bo'ladi. Agar tishlaringizni o'rnini vaqtida to'ldirmasangiz, yopmasangiz juda yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Jag'larda, suyaklarda o'zgarish, tish qatorlarida o'zgarish, qiyshayish, tishlarning oralarini ochilishi, hattoki jag' suyaklarini o'zini bir-biriga tegib qolish holatlari ham kuzatilishi mumkin. Chunki tishlar har doim o'ziga qarama-qarshi tomonga tegishni xohlaydi. Masalan, bironta tish yo'qotilgan holatda yuqoridagi qarama-qarshi turgan, ya'ni antagonist turgan tishi pastga qarab o'sishga harakat qiladi va hattoki alveolar o'siqqa ham tegib qolish holatlari bo'lishi mumkin. Bu holatlarni oldini olish uchun biz yo'qotilgan tishlarni joyini to'ldirishni koronkalardan foydalanamiz. Koronkalar bu yo'qotilgan tishlarning joyini to'ldirib turuvchi maxsus moslama hisoblanadi. Bular yo'qotilgan tishlarning ustiga most qilib ham qo'yilishi mumkin yoki aynan sinib qolgan yoki rangi o'zgargan tishlarni ustini qoplab turishi ham mumkin bo'ladi. Biz hozirgi kunda eng ko'p ishlatiladigan koronkalarimiz bular metall keramika yoki sirkon tishlar hisoblanadi. Bular avvalgi qo'yilgan metallistik koronkalardan estetik jihatdan juda ham yaxshi farq qiladi. Ya'ni xuddi o'zingizni tabiiy tishlaringizga o'xshash, rangi o'xshash, holati va anatomik jihatdan ham juda ham o'xshash bo'ladi. Hattoki uni stomatolog bo'lmagan odam farqlay olmasligi ham mumkin. Kulganingizda, yuzingizni tashqi tomondan qaraganda umuman farqlab bo'lmaydigan holat bo'ladi. Metall keramika va sirkon qoplamalarni bir-biridan farqini o'rganib chiqadigan bo'lsak, metall keramikalar bular metal va ustida keramik massasi bor bo'ladi. Sirkon tishlar esa faqat keramik massani o'zidan yasalgan bo'ladi. Sirkon tishlar va metall keramika tishlar yo'qotilgan tishlar o'rnini xuddi tabiiydek tiklab beradi. Sizning ham estetik jihatdan ham qulaylik jihatdan sizga yaxshi yordam beradi. Chaynashda va nafas olishda muammolarni bartaraf qilishi mumkin. Metall keramika va sirkon tishlar yo'qotilgan tishni o'rnini to'ldiribgina qolmay, ularning funksional jihatini ham tiklab berish qobiliyatiga ega. Ya'ni boshqa tishlar, agar yo'qotilgan tishlar shu holatda yillab davomida turadigan bo'lsa, boshqa tishlar uning joyini egallashga harakat qiladi. Ya'ni tishlaringizning orasi ochilib qolishi ham mumkin. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun sizga maxsus taklifim bor. Bizning klinikamizda ushbu koronkalarni 500 mingdan boshlab qo'ydirishingiz mumkin. Bu narx ichiga shifokor konsultatsiyasi, muolaja va bir dona koronka kiradi. Ushbu narx faqatgina 3 kun ichida konsultatsiyaga yozilgan patsientlarga amal qiladi. Hoziroq pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting, konsultatsiyaga yoziling, biz sizga batafsil ma'lumot beramiz.